Assalomu alaykum. Ismim Farhod. Buyuk Britaniyaning fintech kompaniyasida mahsulot menejeri bo'lib ishlayman. Bugun sizlar bilan oldingi darslarda yaratgan landing sahifa, undan ma'lumotlarni qabul qilib olishini ko'rdik. Demak, ikkita dars yozilgan bundan oldin. Endi bugun esa nima qilamiz? Mana landing yaratdik. Yaxshi ishladi. Keyingi darsimda demak, landingni forma yaratdik, ma'lumotlarni qabul qilib olish, arizalarni qabul qilib olish. U ma'lumotlar o'sha Excel, Google Sheets'da tushdi jadvalning ichiga. Endi biz xohlayapmizki, bu tushgan jadvalni o'sha arizalar qoldirgan Telegramda kopiyasi kelsin. Biz boyagi landingimizga Telegramni ulab, kimdir ariza qoldirsa, uni biz Telegramda ko'rmoqchimiz. Bugun mana shu narsa ustida ishlaymiz. Eslatib o'taman, mening Telegram kanalim bor. Telegram kanalida bilim bilan bo'lishaman, tajribam bilan, startap haqida, product management, dizayn haqida fikrlarimni yozib boraman. Birinchi chiqqan darslarim, video darslar birinchi bo'lib Telegram kanalingizda ko'rsangiz bo'ladi. Obuna bo'lish esdan chiqmasin. Demak, bugun biz ishlatadigan instrumentlar bu ChatGPT, Make.com, Lovable, Google Sheets va yangi qo'shilgan instrument bu Telegram bo'ladi, o'sha arizalarni qabul qilib olish. Har bittasida o'zining vazifasi bor. Bu Lovable demak bizga landing yaratishga yordamlashdi. Make.com bu vosita sifatida Lovable yaratilgan forma bor. Landingda formadagi ma'lumotlarni qabul qilib oladi va uni o'sha Google'da jadvaliga yuboradi. Bu o'sha Google Sheets ishlatik ma'lumotlar bazasi sifatida ChatGPT savollarimiz javob assistent sifatida va bugun unga Telegramni qo'shamiz. Ya'ni biz borgan sari boyagi qiladigan prosesimizni murakkablashtirib boryapmiz. Demak, xabarlarni Telegramdan olishni xohlayapmiz. Qanday ko'rinishda bo'ladi? Lovable bor. Lovable'da demak landingimiz bor. Landingda ma'lumot yuborilganda make.com ga kelib tushadi. Make.com o'z navbatida buni ikkita joyga yuborib yuboradi. Bittasi jadvalga jo'natadi, bir tarafdan esa Telegram ga sizga xabar keladi, kimdir ariza qoldirdi deb. Bu nimaga yordam beradi? Kimdir ariza qoldirgan bo'lsa, misol uchun issig'ida bosish kerak bo'ladi. Kimdir ariza qoldirdi, birdan unga qayta telefon qilish kerak, birdan unga aloqa chiqish kerak. Boyagi siz taklif qiladigan mahsulotni sotirish uchun. Misol uchun bugun o'zingizda shunday bo'ladi, birovni sotmoqchi bo'lsangiz hozir bo'ladi, ertaga niyatdan qaytasiz. Shuning uchun bizga tezroq ma'lumotni qabul qilib olish kerak va uni tez o'sha leadni mijozga aylantirishimiz kerak bo'ladi. Demak, eslatib o'taman, bizda landingimiz bor. Hop, buni update bosib qo'yamiz. Mana bu landingni tayyorlaganmiz. Mana ariza qabul qilib olish uchun ma'lumotlar bazasi sifatida mana bu jadvalni ishlatyapmiz. Keling tekshirib ko'ramiz, bu ishlayaptimi, yo'qmi? Buni orqaga qaytamiz, keling bir yana qoldiramiz. Misol uchun ismimiz bugun bo'lsin, Humoy bo'lsin, telefon raqamimiz 123467789 bo'lsin, kurs rus tili, ariza yuborish. Yaxshi. Marhamat. Humoy ma'lumotlar hammasi bor, qayerdan kelgani, qayerdan qolgan ma'lumotlar ko'rib turibmiz. Endi biz nima qilishimiz kerak? Shu kelgan ma'lumotlarni Telegramga kopiyasini olmoqchimiz. Buning uchun nima qilamiz? Buning uchun biz yana Make.com ga murojaat qilamiz. Aytamizki, bitta yangi modul qo'shamizda Telegram bo'lsin nomi. Telegramda biz ishlatamiz, demak, menga matnli xabar jo'nat deb. Yaxshi. Bu yerda sizda hech narsa bo'lmaydi. Mana shu yerda yangi qo'shishingiz kerak bo'ladi. Keling birdan shuni qo'shish bilan birga ko'rsataman sizga. Add-ni bosasiz, demak, yangi Telegram bot qo'shish kerak bo'ladi. Keling Telegram bot yaratamiz. Buning uchun biz Telegramda qidiramiz. Bot Phaser degan o'zini Telegramni ofitsial bot yaratuvchi boti bor. Shunaqa. Keling bot yaratamiz. Demak, mana bu yerga bosamiz tugmani new bot. Bizga aytayapti, botingga nom tanla. Farhod Edu landing. Farhod Edu bunaqa bo'lishi kerak, taglari chiziq bo'ladi. Bunaqa qilib ko'rsak bo'ladi. Farhod Edu education bot deylik. Nima deydi? Tagida chiziq bo'lishi kerak ekan. Keyin shuni ko'chirib olamiz, to'g'rilaymiz. Farhod education bot. Bo'ldi. Botimiz tayyor. Bizga maxsus kalit berdi. Mana shu botni boshqarish uchun shu kalitni ko'chiramiz. Bosdim va make.com ga qo'shamiz va birdan mana bu yerga bot nomini ham yozib qo'yaman. O'zimga topishimga oson bo'lish uchun ko'chirdik, qo'ydik, saqladik. Tekshiryapti. Bo'ldi. Bot ishladi.
Endi bizga aniqlashimiz kerak, bot qayerga bu ma'lumotni tashlasin, kelgan ma'lumotni. Buning uchun nima qilamiz? Ya'ni Telegramga qaytamiz. Yangi guruh yaratamiz. Keling, yangi guruh. Bu guruhga biz boyagi botimizni qo'shamiz. Boyagi bot va o'zim bo'laman. Bo'ldi, 2 kishi bo'ladi. Bo'ldi, gruppani nomi misol uchun Farhod Edu Arizalar. Bo'ldi, ko'chirib oldim. Endi e'tiborli joyi mana bu yerga e'tibor qiling. Mana shu turgan bizga chat ID juda ham kerak. Mana shu oldida chiziqchasi bilan kerak bo'lsa, shu yerga ma'lumotni tashla degan biz unga xabar tashlaymiz make.com. Demak, ko'chirdim. Bu yerga boraman. Chat ID degan joyi bor. Mana chat IDni yozdim. Va qanaqa matn yuboray deyapti. Mana matn misol uchun qanaqa yuboray? Biz aytamiz, mana webhookdan kelgan, mana shu joydan kelgan ma'lumotlarni menga tashlagan. Keyin sinov tariqasida shunchaki hamma narsani qo'yib chiqamiz, nima bo'lishini tasavvur qilishimiz uchun. Yaxshi, yopdik. Parsing mode man HTML qo'yaman. Menimcha qolgan joylari shart emas, saqladik. Albatta mana bu saqlash knopkasini bosamiz va bir marta hozir ichga tushirib ko'raylik qanaqa ishlaydi. Demak, e'tibor qiling. Guruh yaratilgan, guruhda hech qanaqa xabar yo'q hozir. Endi landingda ariza qoldiraman. Yana bir marta qoldiraman. Ismim bu safar bo'lsin. Ismlarim tugab qoldi-yu, Sherzod bo'lsin. Telefon raqamim, kursni tanlang, koreys tili. Yubordim. Ko'rdingizmi? Keldi. Sherzod, qanaqadir ma'lumotlar, hamma ma'lumot keldi, lekin sochilyapti ma'lumot. Keling, endi buni to'g'rilaymiz. Biz ma'lumotni to'g'ri qabul qilish uchun. Demak, kiramiz make.com ga. Telegramda aytamiz qanaqa xabar yuborish haqida. Keling deymiz. Buni qilamiz. Emoji qo'yamiz. Yangi ariza deymiz. Adashmasa, mana bunda qilsak, menimcha matnni nimaroq qilamiz? Ko'rinadigan jirni qilamiz. Yangi ariza, pastdan ism. Mana bu ism kerak bizga. Telefon raqam. Bu bo'lsin. Kurs nomi bo'lsin. Keyingisi sana. Qayerdan bo'lsin. Bularni probel qo'yib chiqamiz. Telefon raqamni joyi o'chib ketgan bo'lishi mumkin. Mana qaytib qo'ydim joyiga. Demak, probellarni qo'ydik. Qayerdan qo'ydik va mayli xohlasangiz emojilar qo'ysa bo'ladi. User deymizmi, man deymizmi, qanaqadir foydalanuvchi bo'lsin. Foydalanuvchi telefon raqamimiz fon deymiz, misol uchun. Siz optalasangiz ham bo'ladi. Kurs nomi bilmayman, data deymizmi bironta. Nima qo'yishni bilmayman bu yerga. Informa book deymiz. Book sanaga kalendar va qayerdan source bo'lsa, bu yerga nima qo'ysak bo'ladi? Lupa qo'yaylik, mana search deb olaylik. Fanarni qo'yib yubordi. Fanar ham yomon emas. Search qayerdan bo'ldi? Mana shuni qilamiz. Hammasini taxlab chiqdik. Endi saqlaymiz. Demak, yana saqlash knopkasini bosamiz. Hozir bir marta sinov uchun ishga tushiramiz. Demak, landingimiz, ariza qoldiramiz. Arizani keling bu safar bizda pastda forma bor, o'shani qoldiramiz. Arizani qoldiramiz bu safar. Ism qolmadi dedi-yu. Bu safar qoldiramiz arizani. Farhod bo'la qolsa ismi qoldi. Farhod telefon raqami 998 91 1234 shunaqa raqam bo'lsin. Kursimiz koreys tili, ariza yuborish. Yubordik. Marhamat. Yangi ariza, ism Farhod, telefon raqami shu, kurs nomi koreys, sanada muammo bor, ko'rib turibman. Qayerdan? Kontakt formadan. Sanani to'g'rilagandik o'tgan darsda. Buni uzr so'rayman. Sanani to'g'rilaymiz. Demak,
Sanani to'g'irlashimiz uchun bizga mana bu yerda to'g'irlangan sana formulasi bor edi. Marhamat. Sanani ko'chirdik. Mana bu yerga qo'yamiz. Menimcha narsa bo'lsa yaxshi bo'lishi kerak. Saqladik. Saqlash knopkasi bir marta yuboramiz. Yana bir test qilamiz. Ismimiz Bekzod, raqam shu bo'lsin, kurs ingliz tili, yuborish. Ajoyib, ajoyib. Sanani ham to'g'irladik. Hammasi zo'r. Bo'ldi. Kim ariza qoldirsa sizga, siz o'sha arizalaringiz haqida tezgina Telegramda xabar topaverasiz. Endi e'tibor qiling, shu vaqtgacha bir so'm pul sarflamadim. Faqatgina ChatGPTni pullik versiyasini ishlataman, lekin u ham misol uchun men hozirgi yuborgan zaproslarimizda ChatGPTning bepul versiyasi ham to'g'ri bo'lishi mumkin. Aynan bugungi darsda kerak bo'lsa ChatGPTni umuman ishlatmadik ham. Lovable bepul make.com da sizda misol uchun e'tibor qiling, mana shu 3 ta bitta ariza kelsa, 3 ta kreditingizni ishlatadi. Bizga har oy adashmasam, har oy bepul 1000 ta kredit beradi. Bu degani, agar taxminan 300 ta odam saytingizga kelsa, 300 tangizga demak 900 tani ishlatgan bo'lasiz kreditingizni. Undan ortsa, albatta pul to'lash kerak bo'ladi. Shunaqa darsim yoqgan bo'lsa, bugungi avtomatlashtirish, AI'lar ishlatib, mana shu lendingni jonlantirib yoqgan bo'lsa, sizlardan like, kanalga obuna bo'lishni so'rab qolaman. Keyingi darslarda ko'rishguncha.